Zor Meghlubiyet. Aptori Zbigniew Brzezinski. 4. bab Islahat Qiyinchiliqliri. Davamı. Şuna Sovet İttifaqının kelgüsü ihtimal ijtimai tüzülme iqtisatning taraqqiyotini astiltib, G'arb dunyosidan barg'ansir keynida qoldirdi. Gerçi Gorbachev kuchini aymagan taqdirdimi, gerçi o xalqarada yuksak obro'yga erishgan taqdirdimi, yanala hech qanday foydasi yo'q. Mundaq g'uva kelgusining yuz berishidan saqlanish uchun bir maydon siyosiy madaniyat jihatda inqilob qilishga muhtoj bo'lib qolmay yana Sovet ittifoqining amaliy qiyinchiliklarini keltirib chiqargan qo'sh qirliq manba Stalinizm bilan Leninizmni tuzilma jihatdan haqiqiy talto'kis bo'lgan tuzilmada inkor qilish kerak. Agar Stalinizmni bekor qilmasa, Leninizmning ta'sirini zo'r darajada suslashtirmasa, Sovet ittifoqi yanala ijobiy jamiyat mazmuni bo'lmagan g'oyizm yoki tarixiy yiroqni ko'rarligi bo'lmagan g'oyat zo'r jism bo'lib qoladi. Shunda qilib, Sovet ittifoqi shaxsning huquq manfaatini yuqori ko'tarishdagi dunyoviy yuzlanishni bo'g'ib, ijtimoiylik va texnik yangilik yaratishni haqiqiy joriy qildirish muhtoj bo'ladigan oldingi shart davomli kamchil bo'ladi. Lekin haqiqiy siyosiy reallik bo'lsa, Stalinizmni yo'qotish va Leninizmni suslashtirish eng yaxshisi paydin-pay bo'lishi kerak. Bo'libmi Leninizmning an'anasini bir taraf qilganda alohida ehtiyot qilish kerakki, Stalinizmni haqiqiy yo'qotish uchun oldi bilan iqtisodiy va ijtimoiy sohada tangdoshsiz huquqqa ega davlat byurokrat organlarini pochaqlab tashlash kerak hamda yezi egiligidagi kollektivlashtirish tuzumini umumyuzlik yimirib tashlash kerak. Hükümran guruh paydaga erishgan ahvolda bo'libmi Rossiyada uzun mezgil mavjud bo'lib turgan davlatning jamiyatga bo'lgan tangdoshsiz huquqdor an'anasi shart ostida bu vazifalar mushaqqatlik hamda zo'r bo'ladi. Sovet ittifoqining ko'p millatlik aloyidaligimi texmi murakkab ahvol. Chunki har qanday bir stalinizmlashtirish harakati Rus millatidan boshqa millatlarning barg'ansiri mustahkamlashayotgan millatchilik ishonchini qo'zg'aydi. Sovet ittifoqining o'zining mavjudligimi tahdid paydo qiladi. Leninizm masalasiga taqobil turish texmi tas. Oldi bilan Leninizmning bayrog'ini ko'tarib olib, Stalinizmga hujum qo'zg'ash nisbatan qaraganda sal oson. Mükemmel Lenindan foydalanish Stalinizmni sundirish uchun zarur bo'lgan ideologiya jihatdagi qonunlikni ato qiladi. Stalin davrini qancha ayblash, Lenin davrini shuncha mukammallashtirganlik bo'ladi. Shunga taktiki ehtiyoji jihatdan o'ylashgan taqdirdami, Stalinizmni tanqidlash bilan Leninizm mirosini tuzitish yoki suslashtirishni farqlantirish kerak. Stalinizmning mirosi nimala bo'lmasin, yo'lli holda Stalinning islohatiga qarshi turg'ili hamda atalmish islohot revizionizmiga vakillik qildi degandek ayblashlarga radiya berishga eng qulaylik mavqe ta'min etadi. Lekin bundaq qilish oqibatda Leninizmning Sovet ittifoqi siyosatidagi hukmronlik o'rnini kuchaytdi. Shunga Leninizm nazariyasi yanala hukmron guruhning qonunliqligini saqlab qolishdagi markaziy turk. Leninizm hukmron guruhining huquqliq o'rnini yo'lliq qiladi. Leninizmni har qanday inkor qilish psixik jihatdan kollektiv o'zini o'ltirib olish bilan barobar.
shuncha uzun yilni boshdan o'tkazgandan keyin Sovet Kommunistik partiyasi hukmronlik guruhining tutgan yo'lini birdilla o'zgartib, o'zini G'arb Sotsial Demokratik partiyasi va dastlabki mazgildagi Menshevik partiyasidek, ya'ni Lenin bitchit qilib atgan siyosiy partiya deb atashi mumkin emas. Ba'zi G'arbiy Yevropa Kommunistik partiya tashkilotlarining tajribasi buning undaq o'ng'ay ish emasligini bildirdi. Masalan, Fransiya kommunistlari demokratik an'ana hukmronlik o'rinini egallagan muhitda xizmatlarini qanot yaydirgan. Gerçi ular nurg'unlagan siyosiy bahonalar bilan o'zining bayrog'ini o'zgartirishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bugunga qadar ular yanala bu o'zgarishni amalga oshirmadi. Shunga cho'qim odillik bilan Gorbachevning bu masalada boshqa tanlash imkoniyati yo'q deyishimiz kerak. Stalinizmni qisman inkor qilgan taqdirdami, Sovet ittifoqining tajribasidan eshib qoldig'ini faqat yanala Leninizm bo'ladi. Agar ham Stalinizmni, ham Leninizmni inkor qilsa, kommunizm davrini talto'kis inkor qilishdan derak beradi. Biz Gorbachevning o'zining qonunliqligini bolsheviklardan burunqi tarix ustiga yoki ma'lum bir sotsial demokratchini o'zining peshvosi qilish asosida qurishidan umid qilishimiz mumkin emas. Shunga uning boshqa tanlashi yo'q. Faqat islahatning Leninizmni asos qilganligini, Leninizmga yiltiz tortganligini, tamoman Leninizmning qayta paydo bo'lishi ekanligini e'tirof qilish kerak. Ammo mundaq qilishning natijasi bo'lsa, Gorbachev kommunistik partiya hukmron guruhini dogmachilikning ixchamlash yo'liga qayta dastidi. Kommunizm barliq haqiqatning birdan-bir vakili ekanligini qaytadan maqtab uchirdi. Kommunizmning huquqni umumyuzlik monopol qilishini qaytadan talab qildirdi. Bularning hammasi nimali bo'lmasin Leninizmning mohiyati. Lekin bu mohiyat yana saqlanғыл bo'lmaydigan holda Stalinizmni keltirib chiqadi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, haqiqiy islohotni amalga oshirishdagi siyosiy to'salg'u kishini vahimaga selib qolmasdan, bu to'salg'udan halqishmo ta's bo'lishi mumkin. Leninizm mirosi bilan juda bo'lish uchun hokimiyat yurgizayotgan partiyaning mohiyati, tarixiy roli hamda bu qonunliqlikni qaytadan tekshirib bekitishga to'g'ri keladi. Amaliyotda haqiqiy juda bo'lish uchun cho'qim cho'ng ixchamlashning markaziy asosini inkor qilish kerak. Bu asos dal atalmish mukammal jamiyat tuzumi siyosiy farmon shakliga tayansa bo'ladi. Bu farmonlarga asosan xalq cho'qim davlatdan iborat bu tangdossiz bilmaydig'ini yo'q tarixiy vakolatchiga bo'ysunishi kerak. Haqiqiy juda bo'lishni amalga oshirish uchun tövandagi ko'z qarashlarni qabul qilish kerak. Ya'ni ko'plagan ijtimoiy o'zgarish tasodifiy g'uva mohiyatga hamda hamisha stixiylikka ega. Shunga shunchalik murakkab jamiyatni ideologiya zo'rlik bilan ching tengib olishga bo'lmaydi. O'tmish bilan haqiqiy juda bo'lish bilan ijtimoiy ijodkorlikning ozod qilinishida cho'qim ma'lum tarafdan Leninizm an'anasiga qarshi turish kerak. Gorbachevning bir qism qo'llovchilari bu nuqtani amalga oshirishni umid qiladi. 1988 yil yo'l qo'yilgan oshkorlik harakatining kaskin kayfiyatida hurmatga erishgan Yangi Dunyo oylik jurnalining 5-oylik sonida bir parcha maqola e'lon qilindi. Aptori va Silyumin Leninning keng ko'lamlik bostirish harakatini siyosiy masalani hal qilishning, keyin yana iqtisodiy masalani hal qilishning vositasi qilish qilmishini ochiq oshkora aybladi. Yana bir Sovet ittifoqi matbuoti
Dəvirdaşlarımız jurnali 1988 yılı 4 ayda maqala e'lon qilib, Lenin davrida o'lganlar Stalin davrida o'lganlardan texmi ko'p ekanligini yanama ilgirlab oshkorildi. Lekin bu yanala osonliq kishilarning ko'z qarashi. Gorbachevni o'z ichiga olgan Sovet ittifoqi yuqori qatlam rahbarlari Leninizmni talto'kis va oshkora inkor qilish Sovet ittifoqi sotsialistik tuzumining qonunliq o'rnini bekor qilganlikdan derak berdiganligini tunib yetdi. Sovet ittifoqining islohotchilari mush sababdan bir maydon yomon sifatlik aylanishga duch keladi. Qayta paydo bo'lgan Leninizmning bayrog'ini ko'tarib olib, Stalinizmga hujum qilish, asliga keltirish, yo'lash va qo'g'dash Stalinizmning qisman ideya siyosiy kuchini bevosita keltirib chiqadi. Texmi amaliy usul bo'lsa, Sovet ittifoqining ma'lum jasoratlik islahat doisi Leninizmning ma'nosini ma'lum vaqtda qaytadan sharhlanishi bolsheviklarga emas, balki sotsial demokratizmga texmi yaqinlashtirdi. Gorbachevning ba'zi so'zlari Leninizm bilan demokratiyani birlashtirdi. Bu uning mushu xil usulni tanlashga moyil ekanligidan bishorat berdi. Uning ba'zi asabiy qo'llovchilari buningga tayyorlik qilyotmoqda. Ular oshkora obzor e'lon qilib, hozirgi zamondagi Sovet ittifoqining marksizm, leninizmga bo'lgan tushunchasi Stalinizm davrida burmilinib ketdi dedi. 1988 yılı 4 ayının 20 kunidagi Adabiyot gazetida Fedor Burlatsevski nait o'tkir qilib, Stalinning sotsializmning g'arbiy o'zgarishini aqlash nazariyasini tadqiq qilish intayin muhim. Bizning marksizm, leninizm va sotsializmimizni Stalin bir qo'lliq o'tkazib bergan. 30 yıllarning başlardan başlap ma'rif tuzilmasi, Stalin yozgan Leninizm masalasi va u tahrirlagan barliq birlashma partiya, ya'ni bolshevik tarixi to'g'risida qisqacha darslik va shundaqla u yozgan Sovet ittifoqi sotsializmdagi iqtisod masalasi qatorliqlarni asos qilgan. Hozir barliq darsliklar, masalan, partiya tarixi, siyosiy iqtisodshunoslik, ilmiy kommunizm va falsafa hamda ijtimoiy fanlar sohasidagi ko'p qism nazariya, tadqiqot asarlarning hammasi o'xshamagan darajada bu kitoblarni asos qilgan deb ko'rsatdi. Ammo Leninizmni sotsial demokratchilar nazariyasiga qaytadan bo'lishdak asosiy o'zgarish hokimiyat yurgizayotgan partiyaning huquq monopolligiga ko'rinarlik tahdid paydo qildi. Kommunistik partiyaning byurokrat guruhlari bu xildagi o'zining manbasini qaytadan bekitish usulini boyqut qiladi. Aksicha, bu ijodchanlik va polifiletizm, ya'ni ko'p xillik, o'zaro tayinib mavjud bo'lib turadigan davrdan derak beradi. Sovet ittifoqi yanala hokimiyat monopolligida ching turgan. Diktatorligi va ijtimoiy klimat kishini tunjiqtiradigan organlarning idora qilishiga uchraydi. Yanala Leninizm tashabbus qiladigan siyosiy partiyaning rahbarligida ching turdi. Bu tashabbus faqat partiya bo'lgandila andin haqiqatni qo'lga keltirgili bo'ladi. Partiya bo'lgandila andin huquqqa erishgili, haqiqatni jamiyatga majburiy tangadigan iqtidorga ega bo'lgili bo'ladi deb qaraydi. Tüpki jihatdan aytganda, Sovet ittifoqi rahbarlik guruhi duch kelgani intayin mushkul tarixiy qiyin masala. Kommunizmning butun dunyodagi shuhratini asliga keltirish uchun Sovet ittifoqi cho'qim nazariya va amaliyot jihatdan o'zlarining ko'p qism kommunizm tarixini inkor qilish kerak. 20 asrning 20 yillarida Sovet ittifoqining kommunizm tajribasi dunyodagi ko'plagan davlatlarga nisbatan go'zal kelgusidan bishorat beradi.
20 asrning 30-yillarga kelganda go'zal bir kelgusini qurib Ikkinchi Dünya urushidan keyin, hatto 60-yillarga kelgandimi, yanala kelgusi yuzlanishga vakillik qildi. Lekin 20 asr oxirlashay deganda kishilarning nazarida Sovet ittifoqi allaqachon ijtimoiy iqtisod taraqqiyoti ostilgan, ideologiya jihatda hech qanday jalb qilish kuchi qolmagan o'lgiga aylanib qoldi. Bütün dunyoga nisbatan aytganda, Sovet ittifoqining tajribasi amdi kishilar cho'qinadigan ma'bud emas. Buningdan keyin kishilar qayta doğurmaydi. Faqatla yiroq turdi. Shunday qilib, kommunizm harakatining amdi kishilar ulgi qiladigan mavjud bo'lib turish shakli bo'lmaydi. Davomi bor.